Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirining ikkinchi bosqichi doirasida Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati hamda departamentning Buloqboshi tumani bo'limi xodimlari hamkorligida noqonuniy valyuta ayirboshlash bilan shug'ullangan shaxslar faoliyatiga chek qo'yildi. Tezkor tadbir davomida aniqlanishicha, 1988-yilda tug'ilgan 2 nafar shaxs oldindan jinoiy til biriktirgan holda chet el valyutasini noqonuniy ravishda sotish bilan shug'ullanib kelgan. Ular 2005-yilda tug'ilgan fuqaroga 1 AQSh dollarini 12.090 so'mdan kelishib, jami 6.350 AQSh dollarini 76.771.500 so'mga sotayotgan vaqtida tezkor tadbir ijrochilari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Tadbir davomida gumonlanuvchilardan biriga tegishli do'kon ko'zdan kechirildi. Ko'zdan kechirish jarayonida u yerdan 1.400 AQSh dollari, 13.296.000 so'm naqd pul mablag'lari, shuningdek ikkinchi gumonlanuvchining yonidan 300 AQSh dollari aniqlandi. Tezkor tadbir yakunida aniqlangan barcha pul mablag'lari protsessual tartibda rasmiylashtirilib, ashyoviy dalil sifatida olindi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 177-moddasi 3-qismi va bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda jinoyat ishi yuzasidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, chet el valyutasini belgilangan tartibdan tashqari noqonuniy ravishda sotish yoki sotib olish qonunchilikka muvofiq javobgarlikka sabab bo'ladi. Andijon viloyatida qonun ustuvorligini ta'minlashga qaratilgan tezkor tadbirlar davom etmoqda.